haydovchilarga aytilyaptimi, siz o'sha da'vo qilib chiqayotgan hujjatingiz, ya'ni u standart tomonidan ruxsat berilgan-ku, bu o'sha avtotransport vositalarining O'zbekiston hududiga kirishi va yo'llarimizda harakatlanish uchun degan e'tiroz bo'lganda tushuntirilyaptimi? Bular o'sha aholi harakatlanadigan, hamma harakatlanadigan yo'ldan emas, balki o'sha karyerlarda harakatlanishi uchun hujjatida ham shunaqa yozilgan deb aytilyaptimi? Biladi o'zlari. Hammasi biladi, haydovchilar o'zi juda yaxshi biladi. O'zi o'rganib olgan. Ya'ni o'sha ko'chma tarozi bo'yicha juda ko'p o'sha haydovchilar tomonidan e'tirozlar haligacha davom etyapti. Videoroliklar olyapti. Lekin bu baribir qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha ish bo'lyapti. Jarimalar undiruvimiz, hatto avtoyo'l qo'mitasi bilan birgalikda har bir kilometrga yurgan kilometrgacha jarimalar undirilyapti. Lekin baribir shunda ham haydovchilar hali bu qonundan to'xtagani yo'q. Bilib turib o'sha qarorni bilgan taqdirda ham harakat qilayotgani yo'q. Endi bizda hozir bitta tushunmovchilik nimada? Bizda o'sha tadbirkorlar tomonidan qonunlarni, qarorlarni o'rganmasligi. Bitta narsa, mana bu kishi ukamiz GAI xodimi qayta jihoz, masalan, mashinani texnik konstruksiyasi bo'yicha oddiygina bir holatni aytib bering. Mana texnik ko'rsatkich bu transport vositasi uchun nima? Texnik ko'rsatkich, ya'ni o'sha transport vositasi ishlab chiqarilgan zavod tomonidan belgilab o'tilgan tartibda u. Ya'ni transport vositasiga o'zgartirish kiritilishi, transport yoki hamma narsada gaz balon qo'yamiz misol uchun, transport kuzov qismini o'zgartiramiz. Boshqa misol uchun pritsep yoki bo'lmasa bespritseplar tortamiz, transport vositasini o'zgartirish. O'shalar hammasi o'zgartirish kiritiladi. Texnik ko'rigiga, texnik reglamentiga o'zgartirish kiritiladi. O'sha masalasi bo'yicha ko'rib chiqiladi hamma. Endi texnik reglament bo'yicha qisqacha aytib o'taman. Bu texnik reglament bizdagi o'sha OON rezolyutsiyasi bor, Jeneva konvensiyasi bor. O'shani bizda ratifikatsiya qilinganda o безопасности колесных транспортных средств nimasi bor, ruschasi. Endi o'zbekchasini hozir tarjima qila olmadim. O'sha narsa bizda ham ratifikatsiya qilingan. Sababi yo'l belgisi Qozog'istonda bu tusdami, bizda ham xuddi shunday. Sababi 56-yilda mana bu nima bo'lganda o'shani Vena konvensiyasiga biz qo'shilganmiz. Endi zavod ishlab chiqaruvchi zavod berayotgan bu ma'lumotlar o'sha transport vositasini pasporti. Ana o'sha holatlarni nazorat qiladigan bu davlat tashkiloti Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini shaxsiy tarkibi postada. Bu texnik holati bo'yicha. Ikkinchi holat, transport nazorat inspeksiyasida aholi vakolati yo'q. Masalan, transport vositasini bir tekshirib, texnik holati bo'yicha faqat tekshiradi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan birgalikda bir ayb topilsa, chorani sizlar ko'ra olasizlar, ma'muriy kodeks bo'yicha. Boshqa holatlarda bularning o'zini tizimi bor, ular chora ko'radi. Lekin men uchun eng muhimi bu texnik ko'rsatkich. Men masalan deylik, pasport kontroliga o'tirgan bo'lsam, o'sha odam keldimi, o'shanda sapadini qilmadimi, men odamni shubhalanaman. O'sha mashinam xuddi shunday. Xo'p, yo'llarimizga tarozi o'rnatishimiz nimasi yomon, nimasi noto'g'ri? Men ashaddiy fanatikman. Eng targ'ib qilib kelayotgan bloger mendan boshqa hech kim uni targ'ib qilmagan. Vazirlar Mahkamasi 2011-yil 26-dekabrdagi 342-sonli qarorda avtotransport vositasiga ruxsat etilgan me'yorlar mavjud. Buni turiga qarab 2 o'qli, 3 o'qli, 4 o'qli, 5 o'qli, 6 o'qli, eng maksimal bugungi kunda ruxsat etilgan og'irlik 44 tonna. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida. Bir narsa bor, boyagi savolingizni yana to'ldirib ketaman, bundan oldingi savolni. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida o'qqa tushuvchi og'irlik 10 tonna etib belgilangan. Shu joyini to'ldirib ketaman. 10 tonna deganda haydovchilar tushunadiki, agar avtotransport vositasida menda 6 o'qli bo'ladigan bo'lsa, 10 tonnadan 60 tonna yuk tashishi mumkin degan savollar paydo bo'lyapti fuqarolarda, haydovchilarda. Bir narsaga urg'u berish kerakki, Vazirlar Mahkamasi qarorida umumiy ruxsat etilgan massaga rioya qilinganda 10 tonnadan oshmasligi kerak. Bu degani o'ziga ruxsat etilgan 2 o'qliga 18 tonna masalan, 3 o'qliga 26 tonna ruxsat berilgan normaga amal qilganda 10 tonnadan oshmasligi kerak. Yetaklovchi o'qqa. Shuni doполнение qilib ketaylik. Tushuntirib ketaylik. Aniq qilib ochib bir narsa borki, 2024-yil 28-oktyabrdagi 710-sonli qaror mavjud. 710-sonli qaror bilan biz 2011-yil 26-dekabrdagi 342-sonli qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kirgizganmiz. Oldingi paytda O'zbekiston Respublikasi hududida yakka yetakchi o'qqa 11,5 tonna, boshqa o'qlarga esa
10 tonna etib belgilangan. Ushbu qaror bilan o'zgartirish kiritilgandan so'ng barcha o'qlariga yetakchi o'q bo'ladimi yoki boshqa o'q bo'ladimi, umumiy ruxsat etilgan og'irlik 44 tonnaga rioya qilganda o'qqa tushuvchi og'irligi 10 tonnadan oshmasligi kerak. Bu degani yukni ortish o'ziga yarasha uni mas'uliyati ham bor. Yukni to'g'ri taqsimlash. Bu degani deylik siz 44 tonnaga umumiy avtotransport vositasi yo'liga zarar bermaydi. Aksincha o'sha o'q yo'lga zarar beradi. Qanday qilib? Masalan, deylik 44 tonna yuk, oddiy terminda siz boya gapingizni boshida aytib o'tdingizki, bugungi kundagi yo'llarimizda aksariyat qismi 6 tonna, 9 tonnaga mo'ljallangan dedingiz. Chunki sobiq sovet davrida qurilgan va o'sha payt uchun 6-9 tonnaligi o'qqa tushadigan mo'ljallab qurilgan. O'q degani yon tomoningizdan qaraganingizda shu bir tomonda balon ko'rinadi masalan 6 ta. Bu degani 6 ta o'qda hammasida taqsimoti og'irligi turlicha taqsimlangan bo'ladi. Turlicha taqsimlangan bo'ladi. Bu degani o'sha balonlardagi o'qqa tushuvchi og'irlik normasi 10 tonnadan oshmasligi kerak. 10 tonnadan oshadigan bo'lsa, bu avtomobil yo'liga zarar beradi degan ma'nosida aytilyapti. Sizni yukingiz 44 tonna, lekin ikkinchi o'qingizga, uchinchi o'qingizga yukni noto'g'ri taqsimlagansiz. O'sha noto'g'ri taqsimlash hisobiga 13 tonna, 14 tonna chiqib qoladigan bo'lsa, siz avtomobil yo'liga zarar beryapsiz. Noto'g'ri taqsimotni endi bir yo'l aniqlik kiritaylik-da. Qaliki deb bo'lib qoladi-ku, ariqchaga o'xshagan narsa o'sha o'qqa noto'g'ri ortilib tashilayotgan yukning oqibatida. Asfalt ayniqsa Yuk ortilishda ham demak o'ziga yarasha e'tibor beradigan joylarimiz bor. Qanday ortish kerak aslida yukni va biznikilar qanday ortyapti? qarang, mana shuni men tushuntiray, как professional haydovchi sifatida. Menda 5 o'qlik Yevropa davlatida ishlab chiqilgan eng ilg'or vosita pritsepim tegacham Yevropa. Uni ko'rsatkichlari bor. Aylantiruvchi, ya'ni tortuvchi o'qqa 10 tonna 200 gacha mumkin. 10 tonna 200 gacha. Pritsepda 3 ta o'q bor. 3 ta o'q, 6 ta balon. Bunga 7,5 tonnadan 8 tonnagacha bunday olsa ruxsat etiladi. Eng asosiy bularda даже umumiy haqiqiy vazniga Rekord 210 tonnami sement. biz 231 dan o'lchaganmiz Nurullo aka. 230. Ularda noto'g'ri o'lchash haqida u ikkinchi masala. Ikkinchi masala noto'g'ri yuklash deganim. Bugungi kunda agar 10 tonna berilgan bo'lsa, mana Nurullo aka hozir rekord 210 tonna guvohi bo'lganlar, biz ish jarayonida 231 tonna ortilgan transport vositalarini ko'rganmiz. 3 vagondan ziyod. O'qqa tushuvchi og'irligi 30 tonna. 30 tonna o'rtacha 30 tonna biz norma qilib 10 tonna belgilab qo'yganmiz. Siz tasavvur qiling, 11 tonna emas, 12 tonna emas, 13 tonna emas, 30 ming kilogramm haqida gap ketyapti. Bu deylik yarim vagon. Samarqand viloyatidan, Qoraqalpog'istondan Toshkent hududiga kirib kelgancha necha qancha zarar beryapti yo'lga? Odamlar rekord qilib kelgan ekan. Bitta transport vositasi qanaqa zarar beryapti? Xo'p, endi yana savol. Qoraqalpog'istondan Toshkentga kelguncha nechta tarozidan o'tadi? Bugungi kunda shu savolni to'ldirib ketaman. Vazirlar Mahkamasi 2020-yil 28-may kunidagi 337-sonli qarori mavjud. Ushbu qarorda shu tarozi turlari belgilangan. Xalq tilida tarozi deganda, unga muvofiq, qarorga muvofiq tarozining turlari birinchisi ko'chma tarozi punkti, shuningdek statsionar nazorat punkti, uchinchisi avtomatlashtirilgan nazorat punkti. Bugungi kunda 3 turdagi vazn nazorat qilish punktlari respublikamiz hududida mavjud. Ko'chma nazorat punktlari bugungi kunda respublikaning barcha hududlarida, statsionar nazorat qilish punkti ayni paytda Qamchiq tomonida va Qoraqalpog'iston respublikasida tashkil qilingan. Avtomatlashtirilgan nazorat qilish punktlari ham respublikamizning bir nechta viloyatlarida mavjud. 43 ming kilometr yo'limiz mavjud dedik. 43 ming kilometrda biz hamma joyni obxod qilishimiz qamrab olish kuchi juda bunda yuqori bunda 43 ming kilometr. Qiyin, juda murakkab narsa u. Siz deylik davlat ahamiyatidagi yo'lda yursangiz, xalqaro yo'lda yurib ketadi. Bugungi kunda har bitta xalqaro yo'lda ayrim yo'llarda alternativ yo'llar bo'lmasligi mumkin. Deyarli aksariyat yo'llarda alternativ yo'l mavjud baribir O'zbekiston hududida. Mahallalar ishdan solib ketishadi. Bugungi kunda o'sha biz tarozi qo'ygan hududda mahalliy ahamiyatdagi mollik yo'llarda shu yosh bolalar, oilalarda yurgan yo'llarda ham yurgan holatlari ham mavjud. Bugungi kunda ushbu holatlar yuzasidan e'tirozlar ham bizga kelib turibdi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, tarozi turgan joyda haydovchilar harakatni to'xtatadi-da, o'ng tomonga
tirbandlik hosil qiladi. Keyin video material e'lon qilinadiki, mana shu avtomobil yo'llar qo'mitasi, yo'l harakati xavfsizlik xizmati, transport nazorat inspeksiyasi tomonidan tarozi qo'yildi. Shu sababli avtomobil yo'lda tirbandlik kelib chiqdi. Uni mohiyati o'sha haydovchi tomonidan o'rnatilgan tarozidan o'tishdan bosh tortyapti. U xohlamayapti, biladiki, o'zida ortiqcha yuk ortilgan. O'zbekistonimizda yo'llarini, taqdirini qizig'i yo'q. Kelajak avlodda ham ular uchun qizig'i yo'q. O'lib ketmaydimi bular uchun? Buni o'zi chiqqan tepa omon bo'lib, bu kishi 150 tonna yuk tashishlari kerak, sementni ko'proq olib borib sotish kerak. Yana adalcayna qilsa sement narxi ko'taradi. Sement narxi tushib ketdi hozir. Mana Periguzda to'xtagandan beri sement narxi ham tushib ketdi. Vagon bilan kelyapti. Shunaqa. Nurulla aka gaplarini to'ldirib ketaman. Bu o'zi xatti-harakatlar bizda bitta masalaki, o'sha yuk ortuvchini joyida bartaraf qilish masalalari ko'rilyapti. 2024-yil 28-oktyabrdagi 710 sonli qarorda aytib o'tilgan, Noruda foydali qazilma konlarida shu ishlab chiqaruvchilarda tarozi o'rnatish majburiyati yuklatilgan. Bu degani o'sha har bitta karyer hududidan chiqadigan avtotransport vositalari normada chiqishi lozim degan jumla. Bugungi kunda mana shu karyerlar mavzusi ochildi hozir. Biz o'sha ichki ishlar xavfsizligi bilan birga avtomobil yo'llar qo'mitasi bilan tarozi markazi xodimlari bilan birga o'zimiz tarozi nazorat inspeksiyasi bilan birga qo'shma tadbirlar davomida aniqlangan qoidabuzarliklarni o'sha qaysi karyerdan chiqayotganligi, qaysi karyer o'sha avtotransport vositasiga ortiqcha yuk ortganligini aniqlab, geologiya vazirligiga taqdimnoma chiqaryapmizki, demak bu ro'yxat bor. U o'sha ortiqcha yuk ortgan karyerga vakolati doirasida tegishli chora ko'rishini so'rab taqdimnoma chiqarilyapti. Bu chora nima bo'lishi mumkin? Karyer yopib qo'yiladimi, faqat yoki jarima bilan cheklanadimi? Bularda endi geologiya vazirligining nazorat inspeksiyasi bor. Bular sud orqali o'sha karyerni litsenziyasi bo'ladi, o'shani Bekor qiladi. Demak, faoliyati to'xtaydi. Faoliyatini to'xtatadi. Ma'lum bir muddatga yoki o'sha toki o'sha qonunni hurmat qilishga tushunib tarozi o'rnatgunga qadar yoki to'g'ri ortgunga qadar to'xtatadi. Shu ishlar hozir bugungi kunda doimiy davom ettirib kelmoqda. Nechtasini to'xtatishga erishdinglar? Nechtasiga chora ko'rildi shularni? Bugungi kunda bir to'xtatilgan, chora ko'rilganni geologiya vazirligi hali bizga unaqa umumiy ma'lumot bergani yo'q. Lekin biz taqdimnoma chiqarishdan davom etyapmiz. Taqdimnomani birinchisi qachon chiqarilgan edi? Mana shu karyeringiz noqonuniy harakat qilyapti deb. 2023-yil noyabr oyida. Oradan 3 yil o'tyapti. Salkam 3 yil, 2,5 yil deylik. Vazirlik nahotki bir enli bir javob xati qaytarmadi. Shuncha karyerga nisbatan chora ko'rildi degan ma'noda. Endi javob berdi, rasman ogohlantirdik shu me'yorida yuk ortishi bo'yicha ogohlantirilganligini. Lekin ogohlantiruvning ham o'zini muddati bo'ladi-ku. Vaj qilgan, keyin tarozi o'rnatishni so'rab, tarozi yo'q karyerlarga tarozi o'rnatishni so'rab vaj qilgan ko'rsatmalarni orqali bizga javob yo'llagan. Xo'p, ogohlantiruvni olgan karyer keyin qoidaga bo'ysundimikan, yo'qmikan? Uni kim tekshiradi? Uni nazorati kimning bo'ynida? Endi u ham ogohlantiruv oldi. Bo'ldimi, shu bilan ish tugaydi? Geologiya vazirligining vakolatiga kiradi bu narsa. 710 sonli qarorda belgilangan Noruda foydali qazilma konda tarozi bo'lsin degan termin mavjud. Bundan tashqari 25-yilda chiqqan Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan eski Damuradagi barcha litsenziyalar Noruda foydali qazilma konlaridagi ular bekor qilinib, yangidan litsenziya olishga majbur bo'ldi karyer egalari. O'sha litsenziya olish kerak bo'lgan talablarda me'yoriy hujjatlar talablari ichida tarozi o'rnatish majburiy degan termin mavjud. Ya'ni tarozi bo'lsagina o'sha karyer foydalanuvchisi litsenziya olishi majburiyligi belgilangan. Bizda nechta karyer bor hozir? 1765 ta respublikada. Shuning qanchasini tarozisi bor? Shuni 131 tasida tarozi bor hozir. Deyarli 3/2 qismida tarozi o'rnatilmagan bugungi kunda. Tarozi o'rnatish talabi qachon qo'yilgan edi? Mana shu karyerlarga. 2024-yil 19-martda 381 sonli qarori bilan. 700 ming